2026-yil yanvar oyining eng yorqin voqealarini bir videoga jamladik. E'tiboringizda yanvar oyining hisoboti, eng muhim voqealar dayjesti. Institutga koreyalik olim nufuzli ilmiy jurnallar muharriri Yong Illi ilmiy ishlar va ilmiy maqolalarni samarali yozish bo'yicha seminarga tashrif buyurdi. Janubiy Koreyaning nufuzli ta'lim muassasalaridan biri Sunchunhyang universiteti o'rtasida laboratoriya yo'nalishida hamkorlikni kengaytirish bo'yicha uchrashuv bo'lib o'tdi. Xitoy Xalq Respublikasining Xinjiang Dioan Bioengineering kompaniyasi hamda O'zbekistonning Yangi Osiyo xalqaro biofarmatsevtika korxonalari vakillari birgalikda Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutiga tashrif buyurdilar. Institutimizda uzoq yillar davomida samarali mehnat qilib kelayotgan bakteriologiya laboratoriyasi mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi Bahram va Nazira Nazimovning qutlug 70 yoshli yubileyi nishonlandi. Malayziyaning yirik Granulab kompaniyasi bilan ilmiy hamkorlik bo'yicha onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi. 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan institut jamoasidagi barcha xodimlar samimiy tabriklandi hamda ular uchun bayram tabrigi sifatida rolik taqdim etildi. Italiyaning nufuzli olimi Salerno universiteti professori Francesco Donsi bilan biofarmatsevtika sohasini rivojlantirish bo'yicha muzokaralar o'tkazildi. Xalqaro ilmiy maydonda o'zbek olimi ishtirokida yana bir muhim yutuq. Biofilm hosil qiluvchi mikroorganizmlarga qarshi nano asosli materiallarning zamonaviy yondashuvlari, antimikrob rezistentlikka qarshi innovatsion yechimlar bo'yicha ilmiy nashr xalqaro ilmiy platformada chop etildi. Qisqa fakt rukni orqali vaksina va zardob o'rtasida farq bormi degan savollarga tushuncha berib o'tildi. Toshkent Farmapark farmatsevtika klasteri texnoparki majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maslahatchisi rahbarligida farmatsevtika sohasini yanada rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Muloqot davomida ilmiy tadqiqot institutlari farmatsevtika rivojining asosiy ekanligi alohida ta'kidlandi. Ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etish bo'yicha JOW platformasi bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Nanotexnologiya va RNK tadqiqotlari bo'yicha Zhengzhou universiteti bilan hamkorlik kuchaytirilmoqda. Metoontek bilan innovatsion hamkorlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Institut ilmiy tadqiqotlar sifatini oshirish va dalillarga asoslangan yondashuvni mustahkamlash maqsadida ma'ruza tashkil etildi. Koreya Respublikasining yetakchi innovatsion markazlaridan biri Pangyo Technovalley faoliyatiga bag'ishlangan onlayn uchrashuv tashkil etildi. Institutda xodimlar uchun navbatdagi ingliz tili mashg'uloti jonli va interaktiv tarzda o'tkazildi. Irlandiyaning Enable tashkiloti bilan biotexnologiya va biofarmatsevtika sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan onlayn uchrashuv o'tkazildi. Undan tashqari yanvar oyi davomida laboratoriyadagi tajriba jarayonlari, bosh miya bilan bog'liq turli xil kasalliklar haqida zamonaviy animatsion video tayyorlanib, kayfiyat ulashuvchi ilm va laboratoriya jarayonlari bilan bog'liq qisqa rolik va tasvirlar ijtimoiy tarmoqlar yuzini ko'rdi. Institutda amalga oshirilayotgan loyihalar, seminarlar va hamkorlik tashabbuslari hamda qiziqarli va foydali sahifalar haqida batafsil ma'lumotlar bilan bizning sahifalarimizni kuzatib borish orqali ega bo'lishingiz mumkin.